Bugun uy sharoitida juda ham arzonga tushadigan o'sha mashhur xrustyashli baqlajonli salat qilamiz. Qani ketdik. Baqlajonni postini zebra shaklida olib, xuddi shunday to'g'rab olamiz. Baqlajonlarimiz qasir-qisir chiqishi uchun tempura mix unidan foydalanamiz. Ushbu unga suv va tuz qo'shib massamizni tayyorlaymiz. So'ng baqlajonlarimizni ushbu massaga solib, yaxshilab bulab, qizigan yog'da oltin rangga kirguncha qovuramiz. Qovurilayotgan paytda yopishganlarini ajratib olamiz. Baqlajonlar yumshab qolmasligi va yog'i singishi uchun quruq salfetka ustiga solamiz. Qasir-qisir baqlajon ham tayyor bo'ldi, lekin gaz ham rasvo bo'ldi. Odatda doim taom tayyorlaganimdan so'ng gazni Sunlight Diladoma salfetkasida artib olaman, chunki yog' qotmasidan ushbu salfetka gazingizni yap-yangiday qiladi. Undan so'ng esa Sunlightni namlikni juda ham yaxshi tortuvchi quruq salfetkasi bilan artib, gazimni yaltilatib olaman. Odatda ushbu salfetkalarni uzun marketdan buyurtma qilaman. Endi ko'ngilni xotirjam qilib salatimizni tayyorlaymiz. Baqlajon va cheriga sladkий chili aralashtirib, kinza va xohishga ko'ra fitaksa bilan bezaymiz. Qasir-qisir salatimiz tayyor. Yerliklarga ulashib qo'yamiz.